davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Yana bir mehribon hojijonamiz bugun mana yaqinlar bilan diydor ko'rishib turgan xursandchilik kunlariga yetib kelib turibmiz. Assalomu alaykum onajon, yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Ulug' kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun mana biz ham tasodifiy eshitib qolib yugurib bir onamizni xursand qilaylik, tabriklaylik deb yetib keldik. Baxtli kunlaringiz muborak bo'lsin. Farzandlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Mana shunday farzandlarni dunyoga keltirganingiz uchun sizga rahmat. Mana bugun chiroyli dasturxon atrofida kichkinagina ehson qilib duolar qilinyapti, yaxshi niyatlar qilinyapti. Ilohim qilingan duolar ijobat bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Doimo farzandlaringizni mana shunaqa duogo'y bo'lib yurish nasib qilsin. Biz niyat qilamizki, Xudo xolasa qayta farzandlaringiz bilan birgalikda haj safarlariga, umra safarlariga borishlikni Allohim nasib qilsin. Mana shunaqa yoshlarda mana shunaqa mana qadrdon, bir-biridan yuzidan nur yog'ilib turgan mehribon onajonlarimiz bilan diydor ko'rishlik nasib qilsin. Farzandlaringizni nomidan tabriklaymiz. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning to'risiz. Olam aro mehrda onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Yana bir bora o'tib ketgan bo'lsa ham tug'ilgan kunlaringiz bilan, shukrona kunlar bilan, mana shunaqa chiroyli o'tirishlar bilan yana bir bora tabriklaymiz. Qutlug' bo'lsin, qarsigilar bo'lsin. Onangga bermagin baho, onang o'zidir bebaho deb aytishgan. Baxtimizga sog' bo'linglar. Sizni va barcha onalarimizni o'g'illaring nomidan, qizlaring nomidan shu gapni aytmoqchimanki, gohida endi biz bolamiz, bolalik qilamiz, erkalik qilamiz, sho'xlik qilamiz, bilib bilmasdan ko'ngillaringni ortgan bo'lsak, bizni ko'rib turgan, ekran orqali ko'rib turgan onajonlarimiz, qolaversa shu yerdagi onajonlarimiz va hojona bilib bilmasdan ko'ngillaringga ozor bergan bo'lsak, biz farzandlaringni kechiringlar, sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog' bo'ling. O'g'lingizni hunari o'zi bilan hozir men ish qilayotgan paytim deyapti, lekin onaga boshlovchiniki boshqa chiqadi, lekin farzand tabrigi boshqa chiqadi. Sizni yaxshi ko'raman degan so'zingiz kerak, xolos onangizga. Marhamat, yoniga o'tir. Shoshilmasdan. Onalar xato qilmasin, doimo birgalikda yuringlar. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Sizlar. Xudo xolasa birgalikda hojilarga boringlar, sinfdoshlar. Ularni aldash shunaqa osonki, bir quchoq chiroyli gul bilan, ikki og'zim shirin so'z bilan ko'nglini tog'dek ko'tarsa bo'ladi. Onaga boshqa narsa kerak emas. Shuning uchun aytaman, onajon sizni yaxshi ko'raman deng, har doim ayting bu so'zni. Chunki onaga boshqa narsa kerak emas. Onajonlarimiz sog' bo'lsin. Endi hojona sizni o'zingizdan duo olsak, chunki onani duosi boshqa baribir. Yoningizda o'g'lingiz turibdi. Keyin ulardan duo olamiz. Sizdan duo olaylik. O'tirib duo qilaylik. Mikrofon taqib qo'ying. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim.
avvalo shukrlarga yetkazgan Allohimga ko'pdan ko'p hamd va sanolar bo'lsin. Muhammad payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlarimiz bo'lsin. Hamisha hamroz el yurtimiz tinch bo'lsin. Har bandani mo'minni xonadonlari obod bo'lsin. O'g'il qizlarimiz baxtli bo'lsin. O'zlaridan o'nissin, o'ssin, ko'paysin. Duoya Parvardigor o'tganlarimiz Alloh rahmat qilsin, qolganlar salomat qilsin. Hammamiz sog' salomat yana shu kun shu oylarga o'ynab dil yetishlikda Allohim nasib qilsin. Har banda mo'minda nimaki yaxshi niyati bo'lsa Allohim niyatini sizlarga yetkazsin. Shunday xonadonlarimizning mehmonlari bo'lgan aziz dugonajonlarim barimiz bir-birimiz bilan mana yoshligimizdan billa katta bo'lib, billa o'qib, billa mana Xudoga shukr, alhamdulillah mana 70 yoshni qarshilayapmiz. Shunda ham mana bir-birlarimiz bilan hamisha inoq bo'lib yashayapmiz. Umrimizda oxirigacha Allohim hamisha yuzimizdan bir-birimizni Xudoya Parvardigor yuzimizda siqilib hamisha bir-birimizga issiq ko'rsatsin Allohim. Hammamizni bolajonlarimiz hamisha umrlariga, rizqlariga Alloh baraka berib, hamisha sog' yuringlar, salomat yuringlar. Xudoya Parvardigor nevara-chevaralarni ko'rib, sizlar ham sog' yuringlar, salomat yuringlar. Allohim ya Rabbil alamin bir rahmatga arhamar rohimin. Salom mahfuz bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Sizlarni ham tanijonlik sog' bo'lsin, rahmat bo'laylik. Endi nima deydi? Tibbiyot xodimlarini aytganda Xudo xolasa. Tibbiyot xodimlari aytadi, jismoniy harakat sog'liq uchun foyda. Aynan sizlarning yoshlaringda. Marhamat, davraga taklif qilamiz. Lazgi marhamat. Sıfalayı bürcünün ehli turan varsan Kayısı sedef bürcünün gevher şehvarsan Kayısı tamamısı napayı tatavursan Kayısı çemen zarını naleyi gülünersen Soylamalı sana kimdisi var yarsan Boy ala yüz boy Kara yüz boy Ala yüz gel beri, kara yüz gel beri Hamadı ve bende dur, bağır servirem al Lelelerin reşki dil, ulçirur beri kal Çürkü çemen sehrede Olsa yüzün gül nişan Nalasına iler huzur Bul bir hanıma Soyla bana insanım Kimdisi var yarısan boy Ala yüz boy Kara yüz boy Ala yüz gel veri Kara yüz gel veri Kılıbısın toyları yar yaraşıptı boyları ey yar Kılıbısın toyları yar yaraşıptı boyları ey yar Baklı gelin kıyavını yar Bugün dansı ileri ey yar Baklı gelin kıyavını yar Yaraşıptı boyları ey yar Toyları var olsun Singil can şaşmayız yar Kendinize doşmayız
shoshmangiz yor yor yoroni haddingizdan oshmangiz ey yor yoroni man bo'lmasa shu yigit yor yor yoroni bo'larmidi yoringiz ey yor yoroni man bo'lmasa shu yigit yor yor yoroni bo'larmidi yoringiz ey yor yoroni to'ylar muborak bo'lsin Tog'larim bag'rida asta erib qor lolalar ochilib kelganda bahor bulbullar gullarga muhabbat izhor etganda intizor seni kutgayman hammamizni o'tganlarimizda Allohim rahmat qilsin, qolganlar salomat qilsin. Xudoya shu o'tirishlarimiz bardamon bo'lsin. Sizlarni ham tanjonlaring sog' bo'lib, topganlaringga baraka bersin. Ya'ni shunaqa yaxshi kunlarda ko'rishishlik hammamizga nasib ro'za aylasin ilohim. Nasib qilsin ilohim. Yo'q. Rizqing ulug' bo'lsin, shunaqa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xizmatini qilishda charchamanglar. Ilohim. Eli yurtga nur, baxt, iqbol, sog'lik, xotirjamlik, tinchlik, omonlik ulashishda hech qachon tolmanglar, charchamanglar, xizmat qilishda horimanglar. Alloh jonlaringiz sog' bo'lsin. 70 yoshda qarshılayotgan birinchi sinfdan boshlab bir-birimiz bilan axir, inoq, oqibatli bo'lib shu yoshgacha kelgan sinfdoshlarni davrasiga kirdilaring. Sizlar ham xuddi bizga o'xshab inoq ahil sinfdoshlar bilan aka-uka, opa-singillar bilan inoq bo'lib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Ilohim. Yana shu yoshlarda shunchasini ko'rishlikni hammamizga nasib qilsin. Nevara, chevara, evaralarni ko'rib, hamisha to'g'rilarida, to'ylarimizda duolarni qilib o'tirishlik hammamizga nasib qilsin bolajonlarim. Sizlarni ham omadlaringni Allohning o'zi bersin. Amin. Bolalaringni baxti kamolini ko'ringlar, qo'shganlaringdan qo'sha qaringlar. Ota-onalaringni baxtiga sog' salomat yuringlar. Hamisha hamro'za ota-onalaring bilan birgalikda, qo'shganlaring bilan birgalikda, bola chaqalaring bilan birgalikda Allohning uyiga taom qilishlikka, umra safarlariga, haj safarlariga Alloh qalblaringda ranjida qilsin. Ibrohim Halilulloh o'zi labbek deb chaqirishida hamisha nasib qilsin. Amin. Sog' bo'linglar.